zakot mablag'lari Vaqf xayriya jamoat fondi hisobiga yig'ilgan edi va hamma tomonlama o'rganib, jamiyatimizdagi mana shu zakotga eng haqli bo'lgan mana 14 ta oilaga, ya'ni boquvchisini yo'qotgan, yosh farzandlari bor, shu uyga haqli bo'lgan insonlarga ahli zakot xayr egalari nomlaridan ulashildi. Muftiy hazratlari ham hammalaringizga ko'pdan ko'p salom aytdilar. Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmonlarni bir-biriga ko'mak berishlikka, bir-biriga yordam qo'lini cho'zishlikka, ayniqsa qiynalgan, muhtoj kishilarni duosini olishlikka buyuradiki, mana bunda mo'min musulmonlarning o'rtasidagi ahillik, inoqlik, totuvlik mustahkam bo'lishligiga sabab bo'ladi. Inson qadri bu hamma narsadan eng oliy o'rinlarda turishini bugun barchamiz guvoh bo'lyapmiz. Bu juda ham katta xursandchilik. Mana shu xonadonlar o'z egasini topayotganligi, ularning ko'zidagi quvonch bugun yurtimizda istiqomat qilib, xayrli ishlari bilan, tadbirkorligi bilan bo'lsin yoki tijorati bilan bo'lsin, boy badavlat kishilar o'zlarini qilayotgan ehsonlarni ayni daqiqalarda mana shunday o'z egalariga yetib borayotganligini ko'rib, atrofdagi kishilar ham bunga ehtiyojmand oilalarga men ham yordam bersam haqiqiy mana shu o'rniga yetib borar ekan degan o'zlaridagi ishonch ortib boryapti. Allohdan so'ragan edik, Alloh berdi. Shu mutasaddilarga, bizga bosh bo'lgan, xabar olgan shu vaqf fondiga, muftiy hayatiga, prezidentimizga mingdan rahmat deyman. Boquvchisini yo'qotganlarga mamlakat ketma-ket operatsiyalar bo'ldi, holimizdan xabar olishdi. Uysiz, joysizlik, uy bilan ta'minlashyapti. Alloh rozi bo'lsin. Xursandchiligimizga chek yo'q, hayajondamiz. Yillab ham erisholmaydigan uyimizga shunchalik Alloh uchun yordam berishdi bizga. Kattakon rahmat. Bizning qiyinchiligimizni, boshimizdan o'tganini baribir ular his qilib, shu narsani yengillashtirib berishdi. Kattakon rahmat shunchalik. Alloh rozi bo'lsin.